Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki uyingizda ota-onangiz, bobo-buvingiz, pensiya yoshidagi yaqinlaringiz bo'lsa, bugungi mavzu sizga bevosita tegishli. Chunki 60 pensionerlar haqida gap ketganda eng ko'p uchraydigan muammo bitta. Odamlar qaysi qo'yda ularga taalluqli, qaysi biri taalluqli emasligini aralashtirib yuboradi. Natijada kimdir o'ziga tegishli pulni olmaydi. Kimdir hujjat topshirishni kechiktiradi, kimdir esa keraksiz navbatlarda yurib vaqt va asabini yo'qotadi. Men bugun sizga Olmida pensionerlar uchun eng asosiy qo'ydani chalkashliksiz oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Bu ma'lumot juda muhim, chunki u har bir oilaga tegishi mumkin. Bugun sizga, ertaga ota-onangizga, indinga turmush o'rtog'ingizga yoki farzandlaringiz hal qilishi kerak bo'lgan masalaga aylanadi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men faqat umumiy gaplarni emas, aynan nima qilish kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerakligini ham aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka vaqtida yordam beradi. Avvalo eng asosiy narsani ajratib olaylik. Pensiya masalasi odamlarni chalg'itadigan ikkita katta tushuncha bor. Pensiya yoshi va pensiya olish huquqi. Ko'pchilik 60 yoshga kirdim, demak avtomatik pensiya olaman deb o'ylaydi. Aslida esa hamma holatda ham shunday emas. Yosh birinchi shartlardan biri, lekin yagona shart emas. Pensiya tayinlanishi uchun odatda ish staji, sug'urta badallari, ish faoliyati haqidagi ma'lumotlar, shaxsiy hujjatlar va ayrim hollarda qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar ham muhim bo'ladi. Oldin ko'p narsalar qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Masalan, mehnat daftarchasi asosiy dalil bo'lgan. Odam qayerda ishlagan, qachon ishga kirgan, qachon bo'shagan, lavozimi qanday bo'lgan, bularning hammasi mehnat daftarchasidagi yozuvlarga qarab aniqlangan. Agar yozuvda xato bo'lsa, muhr noaniq bo'lsa, sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, odam pensiya tayinlashda qiynalgan. Kimdir 25 yil ishlagan bo'lsa ham hujjatda burin 8 yil ko'rinib qolgan. Kimdir korxona yopilib ketgani uchun arxivdan ma'lumotnoma ola olmay yurgan. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarga o'tayapti. Bu yaxshi tomoni shundaki, odam har bir qog'ozni ko'tarib yurmasligi mumkin. Lekin bu yerda ham muammo bor. Elektron bazada ma'lumot to'liq bo'lmasa, eski yillardagi ish staji kiritilmagan bo'lsa yoki ish beruvchi vaqtida ma'lumot bermagan bo'lsa, odam baribir muammoga duch keladi. Demak, yangi tartib odamni butunlay hujjatsiz qoldirmaydi. Aksincha, eski va yangi ma'lumotlar bir-biriga mos kelishi kerak. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner yoki pensiya yoshiga yaqinlashgan odam hammasi davlat bazasida bor deb yuradi. Keyin pensiya tayinlash vaqti kelganda ma'lum bo'ladiki, 1995 yildan 2002 yilgacha ishlagan joyi tizimda yo'q. Mehnat daftarchasida esa korxona nomi qisqartirib yozilgan, arxivda esa o'sha korxona boshqa nom bilan saqlangan. Mana shu kichik tafsilotlar odamning pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Oltani majlis pensionerlar uchun men eng asosiy qo'yda deb quyidagini aytaman. Pensiya masalasida faqat yoshga emas, hujjat bilan tasdiqlangan huquqqa qaraladi. Ya'ni men 6dan oshdim degan gapning o'zi yetarli emas. Sizning ish stajingiz, badallar, daromadlar, imtiyozli davrlar, parvarish davrlari, harbiy xizmat yoki boshqa hisobga olinadigan davrlar hujjatlarda qanday aks etgani muhim. Bu qoidani tushunsangiz, chalkashliklarning yarmi yo'qoladi. Masalan, bir inson 6 yoshga kirdi, lekin rasmiy ish staji kam. U darhol to'liq mehnat pensiyasiga umid qilsa, hafsalasi pir bo'lishi mumkin. Boshqa bir inson esa 6 yoshga kirgan, 3 yil ishlagan, barcha yozuvlar tartibli. Elektron bazada ham ma'lumotlar bor. U pensiya tayinlashda ancha oson yo'l tutadi. Yana bir inson 60 yoshga kirgan, lekin ishlagan joylarining bir qismi norasmiy bo'lgan. U men butun umr ishladim deydi. Bu insoniy tomondan to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin pensiya tizimi hujjatga qaraydi. Norasmiy ishlagan yillarni isbotlash qiyin bo'ladi. Birinchi navbatda mehnat daftarchasida xatolari borlar xavotir olish kerak. Masalan, familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimov deb yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ishga kirish va bo'shash sanalari orasida mantiqiy nomuvofiqlik bo'lsa, bular keyinchalik muammo tug'diradi. Hatto bitta harf xatosi ham ayrim holatlarda qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. Ikkinchi toifa 1990 yillar va 2000 yillar boshida turli korxonalarda ishlaganlar. Chunki o'sha davrda ko'p tashkilotlar qayta nomlangan, tugatilgan, xususiylashtirilgan yoki arxiv hujjatlari tartibsiz yuritilgan. Masalan, odam Paxtakor shirkatida ishlagan, keyin
u fermer xo'jaligi aylangan, keyin boshqa nom bilan qayta ro'yxatdan o'tgan. Pensiya tayinlashda esa aniq davrni tasdiqlash kerak bo'ladi. Hamma biladi, men u yerda ishlaganman degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. 3-toifa. Uzoq vaqt uyda bola parvarishi bilan bo'lgan ayollar yoki nogironligi bor yaqiniga qaragan shaxslar. Ayrim davrlar qonunchilikka ko'ra stajga qo'shilishi mumkin, ayrimlari esa qo'shilmasligi yoki qo'shimcha hujjat talab qilishi mumkin. Odamlar aynan shu yerda adashadi. Men 3 ta farzandni katta qildim, demak hammasi stajga o'tadi deb o'ylashadi. Aslida qaysi davr, qaysi hujjat bilan, qanday tartibda hisobga olinishi alohida tekshiriladi. 4-toifa. Chet elda ishlaganlar. Agar odam ma'lum yillar Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda ishlagan bo'lsa, bu davr pensiyada qanday hisobga olinishi mamlakatlar o'rtasidagi kelishuvlar, rasmiy badallar, hujjatlarning tasdiqlanishi va tarjimasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Men chet elda yil ishlaganman deyish yetmaydi. Ish shartnomasi, maoshdan ushlab qo'lingan to'lovlar, rasmiy qaydlar, tegishli idoralardan olingan ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz butun umr rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangiz toza yuritilgan bo'lsa, ish beruvchilar siz uchun tegishli to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsa, elektron bazadagi ma'lumotlar ham to'g'ri bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Lekin men baribir umuman xavotir olmang demayman. Chunki amaliyotda eng tartibli odamda ham bitta muhr, bitta sana, bitta buyruq raqam bo'yicha savol chiqishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga yetmasdan oldin ma'lumotlarni tekshirtirish eng to'g'ri yo'l. Masalan, Akmal aka 61 yoshda 32 yil rasmiy ishlagan. U zavodda 18 yil. Keyin maktabda xo'jalik mudiri bo'lib 14 yil ishlagan. Mehnat daftarchasida hammasi bor. Lekin zavod 2007-yilda yopilgan. Agar zavod arxiv hujjatlarini topshirgan bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Agar topshirmagan bo'lsa, Akmal aka qo'shimcha ma'lumotnoma izlashiga to'g'ri keladi. Demak, rasmiy ishlagan bo'lishning o'zi yaxshi, lekin hujjatlar saqlangani ham muhim. Yana bir misol. Muhabbat opa 6 yoshga to'lgan, 25 yil bog'chada ishlagan. Keyin 2 yil uyda nevaralariga qaragan. U men 33 yil bolalar bilan ishladim deb hisoblaydi. Lekin pensiya tizimida bog'chadagi rasmiy ish davri alohida, nevaraga qarash davri esa odatda rasmiy staj sifatida avtomatik kiritilmasligi mumkin. Agar u bu farqni oldindan bo'lsa, pensiya miqdori bo'yicha noto'g'ri kutish qilmaydi. Keling, oddiy hayotiy vaziyatlarni raqam bilan ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, 3 nafar pensioner bor. Birinchisi Hasan aka. U 60 yoshdan oshgan, rasmiy ish staji 28 yil. Mehnat daftarchasi to'g'ri oxirgi yillarda ish haqi rasmiy ko'rsatilgan. U pensiya tayinlashga murojaat qilganda asosiy tekshiruvlar tez o'tadi. Agar bazada daromadlari ko'rinib tursa, unga pensiya hisoblash osonroq bo'ladi. Bunday odam uchun eng muhim ish hujjatlar nusxasini tayyorlash, shaxsiy ma'lumotlardagi xatolarni tekshirish va ariza topshirish. Ikkinchisi, Salma opa. U 60 yoshda 17 yil rasmiy ishlagan, qolgan yillarda bozorda savdo qilgan, lekin patent, soliq rasmiy ro'yxat bo'lmagan. U hayotda juda ko'p mehnat qilgan, lekin pensiya uchun faqat hujjat bilan tasdiqlangan davrlar muhim bo'ladi. Agar uning rasmiy staji yetarli bo'lmasa, pensiya turi, miqdori yoki ijtimoiy nafaqaga masalasi boshqacha ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda odamning eng katta xatosi norasmiy ishlarni ham rasmiy staj deb hisoblab yurish. 3-chi Rustam aka. U 15 yil O'zbekistonda, 12 yil chet elda ishlagan. O'zbekistondagi staji hujjatli, chet eldagi staji esa faqat og'zaki. Pasportida kirib chiqish muhrlari bor, lekin ish joyidan rasmiy ma'lumotnoma yo'q. Kirib chiqish muhrlari uning o'sha davlatda bo'lganini ko'rsatadi, lekin aynan rasmiy ishlagani va to'lovlar qilinganini har doim ham isbotlamaydi. Shuning uchun Rustam aka chet eldagi ish beruvchidan, soliq yoki ijtimoiy sug'urta organlaridan ma'lumot olish kerak bo'ladi. Eng katta tuzoqlardan biri qo'shnim shunday qilibdi, demak menga ham bo'ladi degan fikr. Pensiya masalasida ikki odamning yoshi bir xil bo'lishi mumkin, lekin huquqiy holati butunlay boshqa bo'ladi. Qo'shningizning ish staji ko'proq, sizniki kamroq bo'lishi mumkin. U imtiyozli lavozimda ishlagan, siz oddiy lavozimda ishlagan bo'lishingiz mumkin. Uning hujjatlari arxivda saqlangan, sizniki yo'qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bitta oilaning ichida ham ikki pensionerning pensiya miqdori farq qilish tabiiy. Ikkinchi tuzoq, imtiyozli pensiya masalasini noto'g'ri tushunish. Ayrim kasblar, zararli mehnat sharoitlari, maxsus xizmatlar yoki alohida toifalar bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz degani men og'ir ishlaganman degani emas.
bu hujjatda lavozimlar ro'yxatida ish sharoiti tasdiqlarida aks etishi kerak. Masalan, bir korxonada ikki odam yonma-yon ishlagan bo'lishi mumkin, lekin biri zararli sexda rasmiy lavozim bo'yicha ishlagan. Ikkinchisi esa yordamchi ishchi sifatida boshqa toifada qayd etilgan. Natijada imtiyoz biriga qo'llanib, ikkinchisiga qo'llanmasligi mumkin. Uchinchi tuzoq mehnat daftarchasini yo'qotish. Ayrimlar baribir hammasi bazada bor deb eski daftarchasiga e'tibor bermaydi. Lekin eski yillar bo'yicha aynan mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomasi hal qiluvchi bo'lishi mumkin. Agar daftarcha yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash uchun eski ish joylari, arxivlar, buyruqlar, shaxsiy kartochkalar, ish haqi vedomoslari kerak bo'lishi mumkin. Bu esa bir kunda bitadigan ish emas. 4-tuzoq. Familiya almashgan ayollarda hujjatlar zanjiri uzilib qolishi. Masalan, qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqqan, keyin ajrashgan yoki familiyasini qaytargan. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqasi. Diplomda uchinchisi ko'rinishi mumkin. Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar juda muhim. Aks holda tizimda bu hujjatlar bir odamga tegishlimi degan savol paydo bo'ladi. 5-tuzoq. Pensiya tayinlangandan keyin ham tekshirmaslik. Odam pensiya chiqdi deb xotirjam bo'ladi. Lekin ba'zan hisob-kitobda ayrim davrlar kirmay qolgan bo'lishi mumkin. Agar siz keyinroq qo'shimcha hujjat topsangiz, qayta hisob-kitob masalasini ko'tarish mumkin bo'lgan holatlar bo'ladi. Shuning uchun pensiya tayinlanganidan keyin ham qaror, hisoblangan staj, inobatga olingan davrlar va miqdor bo'yicha tushuntirish so'rashdan uyalmang. Men har doim shuni maslahat beraman. Pensiya bu faqat pul tushdimi, tushmadimi degan masala emas. Bu hisob-kitob masalasi. Hisob-kitobda esa har bir davr, har bir oy, har bir hujjat ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ba'zan odamning bir yil staji yetmaydi, lekin u harbiy xizmatni yoki bola parvarishi davrini to'g'ri hujjatlashtirsa vaziyat o'zgarishi mumkin. Ba'zan ish haqi haqidagi ma'lumot noto'g'ri olingani uchun pensiya kamroq chiqadi. Ba'zan esa odam pensiya yoshiga yetgan bo'lsa ham murojaatni kechiktirgani uchun o'z vaqtida pul olmay qoladi. Yana bir muhim jihat, pensiyani rasmiylashtirishni oxirgi oyga qoldirmang. 6 yoshga to'lishingizni kutib, keyin hujjat izlashni boshlasangiz, arxivdan javob kelguncha oylar o'tishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensiya yoshiga 6 oy yoki hech bo'lmaganda 3 oy qolganda hujjatlarni tekshirishni boshlash. Agar siz allaqachon 6 dan oshgan bo'lsangiz, unda bugunoq tekshiruvni boshlang. Kech bo'lsa ham tartibga solish mumkin, faqat harakat qilish kerak. Ko'pchilik yana bir savol beradi, men ishlashda davom etsam pensiyamga ta'sir qiladimi? Bu masala ham holatga bog'liq. Ishlayotgan pensionerlar bo'yicha tartiblar o'zgarib turishi, qayta hisoblash, ushlab qolish yoki to'liq to'lash bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun aynan o'zingizning holatingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma yoki rasmiy tushuntirish olgan ma'qul. Og'zaki gapga tayanib qaror qilmang. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz oltin-bidis bo'lsangiz yoki pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, birinchi qadam sifatida barcha shaxsiy hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, STAIR, JSHSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy guvohnoma, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik yoki parvarish bilan bog'liq hujjatlar bo'lsa, ularni alohida papkaga joylang. Ikkinchi qadam. Mehnat daftarchasini satr-satr tekshiring. Har bir ishga kirish sanasi, bo'shash sanasi, buyruq raqami, korxona nomi, muhr, imzo bor yo'qligiga qarang. Agar bir joyda bo'shliq, tushunarsiz yozuv yoki xato ko'rsangiz, uni hozirdan aniqlang. Keyin hal bo'ladi demang. Keyin hal bo'lishi ham mumkin, lekin vaqt ketadi. 3-qadam, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qayerda ishlagansiz, qaysi yillarda, lavozimingiz nima bo'lgan? Korxona hozir bormi yoki yo'qmi? Rahbar yoki buxgalterlardan kimnidir taniysizmi? Arxiv qayerda bo'lishi mumkin? Hammasini yozib chiqing. Bu oddiy ro'yxat keyin sizga juda katta yordam beradi. 4-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerga borganda shunchaki pensiyamni tekshirib bering demang, aniq savollar bering. Masalan, mening umumiy stajim tizimda necha yil ko'rinmoqda? Qaysi davrlar hisobga olingan? Qaysi davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat kerak? Ish haqi bo'yicha qaysi yillar olinmoqda? Familiya o'zgarishi bo'yicha qo'shimcha tasdiq kerakmi? Shunday savollar bersangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 5-qadam. Agar hujjat yetishmasa, arxivga yozma so'rov yuboring.
So'rovda ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan korxona nomini, ishlagan davringizni, lavozimingizni iloji boricha aniq yozing. Masalan, 1918 yil mart oyidan 2003 yil avgust oyigacha falon korxonada tikuvchi bo'lib ishlaganman. Ishga qabul qilish va bo'shatish haqidagi buyruqlar. Ish haqi yoki shaxsiy kartochka bo'yicha ma'lumotnoma berishingizni so'rayman deb yozish kerak. Qanchalik aniq yozsangiz, arxiv xodimlari shunchalik tez topadi. 6-qadam, barcha javoblarning nusxasini saqlang. Arxivdan kelgan ma'lumotnoma, pensiya jamg'armasidan olingan tushuntirish, elektron tizimdan chiqarilgan ma'lumot hammasini bitta papkada saqlang. Telefoningizga suratga olib qo'yish ham foydali, lekin asl hujjatlarni yo'qotmang. 7-qadam. Agar sizga rad javob berilsa yoki ayrim davrlar hisobga olinmasa, sababini yozma shaklida so'rang. Bu juda muhim. Og'zaki bo'lmaydi degan javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi asosga ko'ra hisobga olinmadi? Qanday hujjat taqdim etsam qayta ko'rib chiqiladi deb so'rang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda murojaat qilish osonlashadi. 8-qadam, shubhali vositachilardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni 2 barobar qilib beraman. Arxivsiz hal qilib beraman. Tanishim bor degan gaplarga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi. Noqonuniy yo'l vaqtincha foyda beradigandek ko'rinsa ham, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish, jarima yoki boshqa muammolarga olib kelishi mumkin. Eng xavfsiz yo'l rasmiy tartib. Dilshod aka 62 yoshda. U pensiya tayinlanganda 21 yil staj hisoblanganini ko'radi. O'zi esa 27 yil ishlaganini biladi. Tekshirsa, 6 yil ishlagan kichik korxonasi bazada yo'q. Mehnat daftarchasida esa muhr xira. U avval asabiylashadi, meni aldashdi deb o'ylaydi, lekin to'g'ri yo'l tutadi. Korxona tugatilganini aniqlaydi, tuman arxiviga so'rov beradi. U yerdan ishga qabul qilish buyrug'i va ish haq vedomosti bo'yicha ma'lumot oladi. Keyin pensiya jamg'armasiga qayta taqdim etadi. Natijada staji qayta ko'rib chiqiladi. Bu misolda asosiy dars shuki, muammo chiqqanda baqirish emas, hujjat bilan isbotlash kerak. Yana bir misol. Zebo opa familiyasini 2 marta o'zgartirgan. Pensiya hujjatlarini topshirganda diplomdagi familiya, mehnat daftarchasidagi familiya va hozirgi ID kartadagi familiya mos kelmaydi. U avval buni mayda narsa deb o'ylagan, lekin unga nikoh guvohnomasi va familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar u bularni oldindan tayyorlaganida hujjat topshirish jarayoni ancha tez o'tardi. Demak, ayollar uchun familiya zanjirini tasdiqlash juda muhim. Bugun men sizga oltin disk pensionerlar uchun eng asosiy qoidadan tushuntirdim. Pensiya masalasida yoshning o'zi yetarli emas. Hamma narsa hujjat bilan tasdiqlangan huquqqa bog'liq. Ish staji, daromad, badallar, imtiyozli davrlar, familiya o'zgarishi, arxiv ma'lumotlari, chet eldagi ish davri, bularning har bir pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Mening eng muhim maslahatim shunday: kutib o'tirmang. Hujjatlaringizni bugun tekshiring. Yetishmayotgan ma'lumotlarni oldindan yig'ing. Pensiya jamg'armasiga aniq savollar bilan murojaat qiling. Barcha javoblarni yozma oling va nusxalarini saqlang. Shunda siz keraksiz navbat. Asabiylashish va chalkashliklardan ancha himoyalanasiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya hujjatlarini rasmiylashtirishda qanday muammoga duch kelgan bo'lsangiz, albatta izohlarda yozing. Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qardoshlaringizga, pensiya yoshiga yaqinlashgan tanishlaringizga yuboring. Chunki vaqtida bilgan odam o'z huquqini yo'qotmaydi.